Duo qilaylik. Parvardigor, zotingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Sarvari koinot hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. Parvardigor, seni baytingda roza og'iz bilan katta jamoa, sen rozi bo'lgan, sen ibodatingga munosib ko'rgan, iymon amriga muvofiq hayotni o'tayotgan bu jamoa, bularni barchasini jannat ahlidan qil. Parvardigor, gunohlarimizni kechir. 11 oy xato qildik, gunoh qildik. Xatolarimizni kechir Parvardigor. Ota-onalarimizni xato gunohlarini kechir. Bizni deb qilgan xatolarni, ibodatlarida kamchiliklarga yo'l qo'yganlarni o'zing mag'firat qil. Ota-onamizni jannating bilan mukofotla. Do'zaxga giriftor qilma Parvardigor. Seni bayting sari kelgan bu jamoani har birlarini qadamlariga ajr ber. Xonadonlariga nuring, rahmating, barakoting yog'dir. Ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarma. Sendan so'rolmayapmiz. Qalbimiz to'lgan. Kunimizni barakotli qil. Yurtimizni tinch, xalqimizni omon qil. Parvardigor, butun olamga, dunyoga tinchlik, xotirjamlik, fayzing, barakotingni ber. Parvardigor, bu xatmurlar bilan yurtimiz nurga to'ldi, qalbimiz munavvar bo'ldi, Qur'onga muhabbatlarimiz ziyoda bo'ldi. Parvardigor, bu xatmonalarni barakotidan duolarimizni ijobat ayla. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilma. Parvardigor, davlat rahbarimiz, muftiy hazratlari, barcha mas'ullarimiz olib borayotgan xayrli ishlariga o'zing ko'makchi bo'lgin. Aziz xalqimizni Parvardigor yomonliklardan asragin. Farzandlarimizga rushdi, hidoyat, tavfiq bergin. Bemorlarimizga shifoi komil bergin. Parvardigor, umrimizni poyoniga qadar shu yurtning ravnaqini ko'rib, farzandlar kamolini ko'rib, yaxshi niyatlarimizning ro'yobini ko'rib, duolarimizning ijobatini ko'rib, farzandlarimizni baxtini, saodatini ko'rib, zavqli hayot ko'rishligimizni barchamizga nasib et. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.